bu fonar tumanli chiroq, ya'ni tumanda yoqiladigan tumanga qarshi chiroq deyiladi. O'zi nomi ham tumanli far. Ko'pchilik buni shahar hududida ham, ochiq havoda ham, qishin yozin yoqib yuradi. Buni sababi bor. Ayrimlar avtomobil oldidan ko'ringanda 4 ta chiroq yonib tursa, chiroyli turishi yoqadi. Ayrimlar majburlikdan yoqadi. Misol uchun Cobalt'dagilar birinchi paytda chiqadiganlar mana shunaqangi ko'chatir bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Bu yerda ko'chatir faqatgina oldi tumankani o'chirib olish imkoniyati yo'q. Patfanikka montaj qilingan bo'lib, relay orqali bitta bo'ladi. Patfani yongan payt xuddi shunaqangi tumanka qo'shilib yoqiladi. Bu tumanimiz ham bu Cobalt'imizda xuddi shunaqa funksiyada ishlardi ekan. Relaylarni olib tashalib, zavaska qilib, programmalarni yozib, tumanka ko'chatirdi. Zavaskoydan qo'yib, mana o'chiradigan qilib qo'ydik. Ko'rib turibsizlar. Tumanka o'chiq, patfani yoniq. Faqatgina kerakli payt yoqiladi. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, aloqaga chiqib kelaverasizlar. Cobalt'ni o'zini zavaska ko'chatirdan qo'yib, tumankalarini zavod qilib, knopkadan o'chirib yoqadigan qilib beramiz.